Asosiy mavzuga o'tishga tayyormisiz? Kommentariyada plus belgisini qoldiring ustozjonlar. Asosiy mavzuga o'tishga tayyorlar, kommentariyada plus belgisini qoldiringlar. Eng yaxshi joyga keldik. Xabarini berib qo'yinglar boshqa ustozlarga. Asosiy mavzuga o'tishga tayyormisiz ustozjonlar? Kommentariyada yozib qoldiramiz. Tayyormiz ustoz, tayyormiz deb kommentariyada yozib qoldiring. Tez kommentariyada. Telegramlar tekshirib turibsizlar, qotmayaptimi? Yaxshi. Asosiy mavzuga o'tishga tayyormiz. Plus. Mana. Qancha plus kerak deydi-yu sizga? Qancha plus kerak desa, mana shuncha plus. Tayyor ekanmiz, ketdik ustozjonlar. Xo'sh, esse mavzumiz kecha safar imtihon kirganlar yaxshi biladi. Repetitor ustozlarga tayyorlanayotgan paytida umuman 3 qismdan iborat bo'lgan mavzu, lekin kecha bahorda imtihon kirganlarda esa to'g'ridan to'g'ri ayrim deb boshlanib ketgan mavzular ko'rib qoldi. Juda ko'plarda bo'lgan holat. Esse mavzuni shunday ochib qarayapti, umumiy ma'lumot yo'q. To'g'ridan to'g'ri ayrimlar mana shunday fikrda, boshqalar mana bunday fikrda deb boshlanib ketgan nuqta bor edi. Haqiqatan shunaqa holat bo'ldi va ular qanaqa yozishni bilmay qoldi, o'zida o'ylanib qoldi. Shuning uchun bugun o'sha umumiy fikrlarsiz to'g'ridan to'g'ri ayrimlar deb yoziladigan mavzu haqida gaplashamiz dedik. Qarang. Ayrim iste'molchilar tez tayyorlanadigan yeguliklarni band hayot tarziga mos yechim sifatida baholaydi. Boshqalar esa ularni muntazam iste'mol qilishni salomatlikka ta'siri haqida xavotir bildiradilar. Umumiy esse mavzumiz shunday. Demak, tez tayyorlanadigan yeguliklar, ovqatlanish, fast foodlar to'g'riroq, o'sha fast foodlar haqida gap ketyapti. Tez tayyorlanadigan yeguliklar. Tez tayyorlanadigan yeguliklarda ayrimlar band hayot tarziga mos yechim deydi. Ya'ni band bo'lgan insonlar uchun bu yaxshi bir yechim desa, boshqalar esa ularni muntazam iste'mol qilishda salomatlikka ta'sir qilishda xavotirda. Endi qarang, mavzuni ko'rgan paytingizda umumiy tushuncha keldi sizga. Qanaqa tushuncha? Demak, fast foodning foydasi, ya'ni kerakli nuqtasi va fast foodning zarari. Xo'p, ustoz, men fast foodning foydasi va zarari degan mavzu tushsa, mana bunaqa fikrlar to'lib yotibdi menda. Ya'ni salbiy va ijobiyliklar to'lib yotibdi. Faqat esni yoza olmayapman deganlar bor ham menimcha. Keling. Aynan siz 100% bilaman, hech qachon ona tilini tushunmaydigan odamni to'xtatib so'rasangiz ham mana bu fikrlar ularda bor. To'g'rimi? Mana bular bor. Vaqtni tejaydi, mehnat kamroq ketadi, uni tayyorlashga narxi nisbatan arzon bo'lishi mumkin, qulay ovqatlanasan, lekin yo'l-yo'lakay safarda ham ovqatlanish, o'sha yeyish imkoniyati bor. Sizda mana bunaqa menimcha fikrlar hammada bo'lsa, o'zi hozir mavzuni eshitdingiz va o'sha fikr keldi deb o'ylayman miyangizga. Hozir mavzuni eshitishingiz bilan tushunarli? Eshitishingiz bilan, ya'ni mavzuni siz eshitishingiz bilan mana shu narsalar keladi. Birdaniga bo'ldi, vaqtni tejashini xayolingizga keladi. Ustoz, vaqtimiz tejaydi. Uni tayyorlashga kam vaqt ketadi. Yoki umuman unda o'zi qisqa vaqtda tayyorlab bera oladi. Yoki narxi nisbatan arzonroq. Ayrim fast foodlarni narxiga solishtiradigan bo'lsak, uni olish qulayroqligi yoki yo'llarda, safarlarda olib ketib ovqatlanish mumkinligi. Bilasiz, hozir kerak bo'lsa do'konlarda, tushunarli, hattoki nima deydi, do'konlarda tayyor holatda sotilib yotganligidan xabaringiz bor. Bu fikrlar keladi. Yoki xuddi shuning teskarisi, minuslari ham joy-joyda siz xayolingizga keladi. Qanaqa ustoz desangiz, mana xayolingizga keladi. Mana qanaqa minuslari bor desam, salbiy oqibat. Mana sog'lig'imiz uchun salbiy oqibatligi borligi, tuz, shakar, yog' miqdorining yuqoriligi kasallik chiqarishi, ortiqcha vaznni keltirib chiqarish mumkinligi, tartibni buzadi, ovqatlanish tartibi buzilib ketishi va to'yimli ekanligini anglatmasligi, ya'ni to'yimli emasligi. Bo'ldi. To'yimli emasligi. Siz odatda mana esse yozayotgan ustoz, abituriyent, talabalar mavzuni ko'rgan paytingizda, xuddi shunday mana. Mavzuni ko'rgan paytingizda, ustoz, men uning plusi va minusini, salbiyligini va ijobiyligini xayolimda xuddi mana bunaqa qilib yoza olaman. Faqat essega o'xshatib tartiblab yoza olmayman deganlar bormi? Kommentda yozing. Menda bunaqasi keladi. Tushundingizmi? Bunaqasi keladi.
tushundingizmi? Menga bunaqasi keladi. Mavzuni ko'rgan paytimda mana har qancha qulayligi, har qancha uning keltiradigan zarar hayolimda bor. Mavzu yuzasidan faqat lekin shuni tartiblab, fikrlarimni ketma-ket qo'yib, esse qila olmayapman, esse shakliga keltira olmayapman deganlar bormi? Malades. Barakat toping. Bor. Ha, xuddi shunaqa holatlar juda ko'pda bo'ladi. Bu o'zi odatda bu joyini o'rgatishni hojati ham yo'q. Bu insonga tabiiy keladigan jarayon. Bu mana jamiyatda yashayotgan odam hamma biladi. Ha. Jamiyatda yashayotgan hamma biladi-da, biror bir narsani mana yaxshi tomonini aytsa qo'l bilan sanab beradi. Yaxshi tomon, yomonni qo'l bilan sanab beradi. Xo'p, o'sha sanab berganingizni qanaqa tartiblabki esiga kiritish kerakligi haqida bir boshdan tushuntirib ketaman. Yaxshi. Ketdik. Malades. Noldan. Umuman olganda, essidan hech qachon essi yozmagan odamga fast foodning foydasi va zarari nima desa, mana shular sanab bera oladi. Buni sanab bera olgan odamga har qanaqa holatda essi yozishni o'rgatsa arziydi. Va u essini yozib keta oladi, faqat to'g'ri tartibda. Xo'sh, siz mana shu fikrlaringizni qayerga qanday holatda joylashtirishni bilsangiz bo'ldi. Sizda bor bu narsalar. Tayyor. Ana endi ketdik. Ha, tartibi kelmaydi deganlar menimcha juda ko'p bo'ladi. Tabiiy holat tartibi kelmaydi deganlarni men ko'rganman. Ustoz, fikr kelmaydi, tartib kelmaydi. Hozir ko'rsataman ustozjon. Aynan bunga hozir yechim berib ketaman. Ketdik. Qanaqasiga yechim beriladi ustoz desangiz, yaxshi bitta yechimni berib ketaman ustozjonlar. Eng zo'r joyga keldik, tashlab qo'ysalaringiz. Mana ustozjonlar, e'tibor berib qarang. Bizda bu kirish qismimiz. Kirish qism bitta xat boshi bilan yoziladi. Xo'p, kirish qismda birinchi qilishingiz kerak bo'lgan narsa, hozirgi davrda siz ayting menga, sizlarga savolim. Hozirgi davrda mana shu ayrimlar degan joygacha nima masalani haqida gaplashishimiz kerak? Ya'ni nima kengayyapti, nima ommalashib ketdi, nima qanaqa holat ko'payib ketdi? Hozirgi mavzumizda nima edi? Mana shu mavzuga ham bitta qaytarib olaman. Keling mana. Ayrimlar tez tayyorlanadigan yegulikni band hayotga mos yechim deb baholasa, boshqalar ularni muntazam iste'mol qilishi salomatlikka zarar deyapti. Xo'p, o'sha ayrimlar bilan boshqalar talashayotgan narsa nima? Tez tayyorlanadigan ovqatlarmi? Ha, tez tayyorlanadigan ovqatlarmi? Keling ustozjon, bizlar kirish qismida o'sha narsani yozaylik. Ya'ni shuning ommalashib ketayotganligi, shuning ko'payib ketayotganligi, markaz, umumiy masala shunday ekanligini yozaylik. Keyin ayrimlar va boshqalarda plus minusini yozaveramiz. U muammo emas. Ayrimlar boshqalar. Birinchi, fast foodga bo'lgan talab oshyapti deyapti. Malades, bir ustoz yozibdi kommentariyada. Barakat toping. Bu yerga shuni yozamiz. Hozirgi davrda ya'ni insonlar orasida fast foodga bo'lgan talab oshib boryapti. Bo'ldi, boshqa gap so'z yozmaysiz ustozjon. Umumiy nima o'sha odamlar talashayotgan narsa nima bo'lsa, o'shani shu joyga yozilishi shart. Kirish qismining shu yerida bo'lishi kerak. Mana shu joyda bo'lish shart. Keyin ayrimlar va boshqalar deb yozasiz. Barakat toping. Zo'r. Malades. Tayyor nima degan tayyorlanadigan ovqatlarga ehtiyoj ko'payyapti. Hozirgi vaqtda tez tayyor bo'ladigan taomlar rivojlanib ketmoqda. Yo'q, rivojlanib ketyapti desangiz g'aliz bo'lib qolar. İnsanlarning talab oshyapti deng, tez tayyorlanadigan ovqatlarga nisbatan insonlarda ehtiyoj oshib boryapti. Xo'p, talab oshyapti. Endi qarang. Ana sizda bor edi-ku, plus minusi. Qanaqadir plus keltirishi, qanaqadir minus keltirishi bor edi-ku. O'shani ayting. Ayrimlar buning ijobiy tarafi ko'p ekanligini ta'kidlaydi. Boshqalar esa aslida inson salomatligi uchun zarar keltirishidan xavotirda. Bo'ldi, boshqa hech narsa emas. Oxiri har qanday mavzuga tushadigan masala. Mana hozirgi, demak, mazkur masala zamonaviy jamiyatda turli qarashlarni yuzaga keltirmoqda. Bo'ldi, jamiyatda turli qarashlar yuzaga keltiryapti. Bu har qanaqa mavzuga tushadi. Ya'ni buni o'rganish shart emas, bu xuddi shu qismlarini yodlaganingiz yaxshiroq sizga maslahatim. Mana shu bo'lakchasini yodlang. Ya'ni bunaqa bo'lakchalar ko'p. Ya'ni har qanday mavzuga tushadigan tezis qismlari juda ham ko'p. Shuning uchun siz muhimi bildingizki, xo'p, bo'pti. Mana bu nuqtaga kelgan paytida, demak, hozirgi davr deb yozaylikmi? Hozirgi davrda nimani talashyapmiz? O'rtada turgan narsa nima? O'rtada turgan narsa fast food ekan. Xo'p, ayrimlar deb fast foodning nimasini aytaylik?
Plyusini ayting, qisqa qilib faqat. Cho'zib hikoya qilib aytmang. Plyusi nima? Ayrimlar vaqtni, ya'ni vaqti yo'q insonlar uchun eng to'g'ri yechim deb baholaydi. Boshqalar minusini ayting, qisqa qilib ayting faqat. Boshqalar inson salomatligiga xavf tug'dirayotgan asosiy omil deb ta'kidlaydi. Ana sizga. Ana shu joyiga. Masala yo'q, ko'ryapsizmi? Kirish qismida bitta xat bosh bilan yozasiz. Keng ustoz. Endi qarang, men sizga buni isbotlayman-da. Mana bu kirish qism. E'tibor bering. Mana bu kirish qism. Hozir kirish qismidagi men sizga aytaman, mana shu joylar sizning miyangizda o'zi bo'ladi, faqat siz yozmagansiz deb aytaman, qarang. Mana bu joyi bo'lgan, qarang. Fast food vaqtni tejab va narxga nisbatan qulayligi sababli ma'qullanadi. Qarang. Sabab ma'qulladanni o'chirib qo'yaveraman. Endi bu odatda sizning miyangizda sababi ma'qullanadi deb turmasa kerak. Mana bu joyi sizda bo'lgan. Mana bu joyi hozir ustozjonlar. Mana shu joyi sizda bo'lgan. Mana qarang. Vaqtni tejaydi va narxga nisbatan qulay. Vaqtni tejashi va narxning nisbatan qulayligi. Vaqtni tejashi va narxning nisbatan qulayligi. Bu sizda bor, faqat shu joyga qo'yishni bilmaysiz. Tepadagilari hozir tushuntirib o'taman. Endi qarang. Boshqalar bu yegulikni muntazam tanlash, mana inson salomatligiga zarar. Inson salomatligiga zararligi ham siz bilasiz buni. Odatda yangilik emas, bu yaratilgan, tarjima qilingan narsa emas. Siz bilasiz, faqat endi keling buni tartiblashni ko'ramiz. Ketdik. Ayrimlar degan joygacha boyaga aytgan narsam edi. Umumiy talashayotgan narsamizni aytamiz. Qanaqa? Hozirgi kunda tez tayyorlanadigan taomlar insonlarning kundalik ovqatlanishida muhim o'rin egallab bormoqda. Bu o'sha odamlar talashayotgan mavzu haqida umumiy masala. Odamlar talashayotgan. Demak, mana shu birinchisi edi bu. Umumiy narsa o harfi bilan belgilab ketaman. Hozirgi davrda tez tayyorlanadigan taomlar insonlar kundalik ovqatlanishida muhim o'rin egallab boryapti. Dedikmi? Boyagi mana bu narsada. Mana shu joyga tushadigan joy. Mana. Ayrimlar degan joygacha yozilgan joy edi. Endi ayrimlar deymizda plyuslarni aytamiz. Ayrimlar fast foodni vaqtni tejash va narxning nisbatan qulayligi sababli ma'qullasa degan gapni albatta qo'yamiz, chunki ular plyus haqida gapiryapti-yu. Ya'ni qulayligi haqida gapiryapti-yu. O'sha plyusni katta qilib yozib qo'yaman. Endi boshqalar degandan keyin mana qolipda ham turibdi, qarang. Boshqalar degandan keyin biz minusini aytishimiz kerakmi? Mana. Boshqalar bunday yeguliklar muntazam tanlash, bunday yeguliklarni inson salomatligiga zarar yetkazishi mumkinligini ta'kidlaydi degan joyigacha katta qilib minusini yozib qo'yaman. Pastdagini yodlaysizlar dedim. Bo'ldi, boshqa masala yo'q. Boshqa masala yo'q. Yana endi katta ehtimol bilan aytamanki, siz kirish qismida o'zingiz ham tayyorlay olasiz. Va bu joyda bilishingiz kerak bo'lgan nazariyalar xat boshi bilan yozish esingizdan chiqib ketmasin. Ayrimlar deb, ular deb plyusini, boshqalar deb shu narsani keltirib chiqaradigan minusini yozish esingizdan chiqmasin. Oxirida tezis qo'yish, boshiga umumiy fikr aytish yodingizdan chiqib ketmasin. Umuman o'zi insonlar talashayotgan masaladan oldin ham, keyin ham gap bo'lishi yodimizdan chiqmasa bo'ldi, ustozjonlar. Shu bilan kirish qismi tayyor. Shu bilan kirish qismi tayyor. Hozir kommentariyani ko'ryapman. Ustozlar plyus va minusini yozib yotibdi. O'sha yozayotgan narsangizni kirish qismining shu joyiga kiritsangiz yetarli. Buni siz kamida bir 3 marta yozib ko'rsangiz, o'zingiz mustaqil ravishda bemalol yoza olasiz. Bemalol va aynan bu mavzuga jiddiy qarab qo'ying. Tushunarsiz? Aynan bu mavzuga. Mavzuni o'zini ko'chirib bo'lmaydi, ustozlar. Mavzuni o'zini hech qachon ko'chirib bo'lmaydi. Yaxshi. Mashq qilaman deganlarga mana shuni tashlang Telegramga. Mashq qilaman deganlar bormi? Ustoz, mustaqil o'zim mashq qilaman, menga mana shu qolipni tashab bering deganlarga tashlanglar. Yaxshi. Shunaqa. Tushunarli ustozjonlar, mustaqil ravishda kamida 3-4 martalab urinib ko'rasiz mashq. Aynan shu mavzu yuzasidan xuddi shu qolipni to'ldirishni o'rganasizlar. Tushunarlimi ustozjonlar? Kirish qismi tushunarli bo'ldimi? Tushunarlimi? Tez. Tashlab bering.
tashlab beriladi. Siz bemalol webinar tugagandan keyin, ya'ni jonli efir tugagandan keyin yuklab olishingiz mumkin bo'ladi. O'sha joyini tashlab beringlar. Zo'r. Barakat topinglar. Mashq qilaman, xuddi shunday. Albatta xat boshi bilan yozasiz. Abzas deyapsiz-ku, o'sha abzas bilan siz aytayotgan narsa bilan men aytayotgan narsa bitta narsa ustoz aslida o'zi. Xuddi shunday bitta narsa. Malades, barakat topinglar. Ana endi biz asosiy qismga o'tishimiz kerak. Asosiy qismga o'tgan paytimizda asosiy qismda anavilar bor edi, qo'llab-quvvatlayotganlar. O'sha qo'llab-quvvatlovchilar borligini bildirish uchun mana shu rangga bo'yalgan qismsiz gapni boshlamang. Asosiy qismga o'tayotgan paytimizda asosiy qismda ikkita shunaqa boshlanadigan joy bor. U ham bo'lsa birinchi fikr tarafdorlari, ikkinchi fikr tarafdorlari nomi bilan ataladi. Siz mana shu rangsiz boshlay ko'rmang. Ya'ni plus minusini shu rangsiz boshlamang. Endi eshiting ustozjon. Asosiy qism ham aslida o'zi oson, faqat siz o'zingizga murakkab deb miyangizga singdirib qolgansiz. Tushundingizmi? Endi qarang. Qarang. Birinchi fikr tarafdorlari uning kundalik hayotdagi qulay jihatlari e'tibor qaratadilar. Qulay jihatlariga e'tibor qaratadilar. Ya'ni o'sha fast foodga ishora qilyapti. Birinchi fikr tarafdorlari uning kundalik hayotdagi qulay jihatlariga e'tibor qaratadilar. Ya'ni birinchi fikr tarafdorlari fast foodning qulayligi ko'p ekanligini ta'kidlaydilar. Birinchi fikr tarafdorlari fast foodni iste'mol qilish o'zi to'g'ri yo'l ekanligini aytadilar. Birinchi fikr tarafdorlari fast food ham hayotda eng muhim, ya'ni yegulik deb biladilar. Mana shunaqa ish qilib, umuman olganda umumiy fikr, umumiy aylanma hozir men senga aytib beraman o'sha plusini deyishdan oldin shu qismsiz yoza ko'rmang. Buni biz nima deydi? Nimamizga deymiz, qopqoq deb o'rgatib qo'yganmiz. Tushunarli? Qopqoq deb o'rgatib qo'yganmiz. Yodingizda bor. Qopqog'ini ochmasdan turib plus minusini yozib ketma asosiy qismga o'tganda deb. Mana shu qopqog'i bo'ladi. Qopqog'ini birinchi ochish kerak. Qopqog'ini ochmasdan turib plus minusini yoza ko'rmang. Haqiqatan ham. Mana shunisini yozmasdan siz bu yerga plusini yozmaysiz. Shuni yozasiz, keyin yozasiz. Tushunarli? Shuni yozasiz, keyin yozib ketishingiz mumkin bo'ladi. Ana endi ustozlar, ketdik, davom etamiz. Birinchidan deb endi sizda bor bo'lgan o tomonda turgan fikrni olib kelamiz. Birinchidan qanaqa qulayligi bor edi? Siz boya kommentariyada yozib yotdingiz. Shuni shu yerga yozing. Mana shu yerga yozing. Birinchidan qanaqa qulayligi bor? Birinchidan bunday taomlar qisqa muddatda tayyor bo'lish sababli band kishilar uchun ancha yengillik yaratadi. Mana band bo'lgan odamlarga yengillik yaratadi. Qisqa vaqtda tayyor bo'lganligi uchun u band odamlarga kerakli ovqat. Mana siz aytgan narsani yozyapmiz shu joyga. Boya bir kishi aytdingiz-ku kommentariyada. Tushundingizmi? Boya bir kishi aytdingiz-ku. Mana shu qismda hozir aytdingiz. Siz xohlagan mayli shu joyga boshqa ustoz men boshqa plusini bilaman desangiz, boshqa plusini yozing. Lekin umumiy hozir bir kishi yozganini aytyapmiz. Demak, bunday taomlar qisqa muddatda tayyorlanganligi uchun band insonlar uchun yegulik yaratadi. Ya'ni yengillik yaratadi. Bo'ldi. Endi mana bu joyga nima yozaman? Tadqiqotga ko'ra deb dalillash qanaqa bo'ladi deganlar bormi? Endi eshiting. Mana shuni davom ettirishni bilmaydiganlar bor. Ha. O'z umuman mana shuni yoza olasiz. Plusini. Plusidan keyin davom ettira olmaysiz. Tadqiqotgacha tadqiqotni yoza olmaysiz. Shunaqalar bormi? Endi eshitib turing ustoz. Uni qanaqa qilaman ustoz desangiz? Eshitib turing. Mana bu yerda men nima dedim? Qisqa muddatda tayyor bo'lganligi sababli band kishilar uchun ancha yengillik yaratadi dedimmi? Dedimmi? Ichingizda bitta gapni aytding. Ichingizda tadqiqotgacha mana bu yerda to'ldirish uchun bitta gapni aytding. Masalan deng. Masalan deb o'zingizga o'zingiz savol bering. Masalan qanaqa deng va uni izohlab boshlang. Va uni izohlab boshlang. Yaratadi. Masalan deng. Masalan deb ayting, mana shuni izohlang. Talabalar kun davomida o'qishda bo'lganligi sababli ular ko'proq vaqtini ta'limga ajratishni xohlaydi va tabiiy holatga ovqat qilishga vaqti bo'lmaydi. Shunda faqat o'sha fast food unga yechim bo'la oladi. Masalan deb o'zingizga o'zingiz ayting, ha. Xo'sh, buni masalan nima qilaman, ha deng.
o'sha plyusini aytdim-ku deng. Mana vaqtni tejaydi deb aytdingiz-ku. Xo'p, masalan aytqani deydi. Qanaqasiga vaqtni tejaydi degan savolga davom ettirib javob yozing. Mavzudan chiqib ketmaslik uchun. Xo'p, uni qilib bo'lgandan keyin nima qilayotsangiz, xuddi shu tepada aytgan ma'lumotingiz bo'yicha o'zingiz bilmaydigan, faqat shu mavzuga to'g'ri keladigan yolg'on raqamlar, ya'ni yolg'on foizlar bo'lsa ham tadqiqot ayting. Tadqiqotlarga ko'ra fast food iste'mol qiladigan, ya'ni fast food talabalarning, tadqiqotlarga ko'ra talabalarning 91.7% tez tayyor bo'ladigan ovqatlarni iste'mol qilishadi. Mana, yoki tez tayyor bo'ladigan ovqatlarni iste'mol qilishni afzal ko'rishgan. Mana bunaqa narsani ayting. Mana siz o'zingiz plyusini aytdingizmi, o'shani izohlashdan biling. Shunchaki plyusini aytib qo'ymaysiz u. Mana narxi qulay dedingiz-ku. Xo'p, ayting qanaqasiga narxi qulay. Masalan, deylikki, u joyda mana turli xil tanlov ko'p. Va tanlovlar narx masalada o'zingizning iqtisodiy holatingizga ko'ra tanlash imkoniyati bor fast foodni. Mayli. Ana endi keling. Uni qanaqa qildingiz ustozjon desangiz, keling. Buni men sizga uni to'ldirib yozib ko'rsataman. Hozir shuning to'ldirilgan variant. Boyagi qolip edi. Qolipni ham tashab beraman. Sizga savol. Mana shu yergachasi nima ekan? Mana shu birinchidan degan joygachasi nima ekan esingizning? Asosiy qismning mana shu joy, asosiy qismda shu nima vazifani bajarar ekan, shu joyi. O plyuslarini aytib ketmasdan oldin yoziladigan mana shu 2,5 qator nima ekan ustozjonlar? Asosiy qismning boshlanishi bu. Asosiyning birining boshlanishi. Sizlar ham shuni qopqoq deb tushunsangiz bo'ladi, maylimi? Idishning ichidagi yaxshi va yomonlikni aytishdan oldin idishning qopqog'ini oching. Ana, qopqog'ini ochmasdan turib yaxshi yomonini ayta ko'rmang. Shuni qopqoq deb tushuna qoling, maylimi? Sizga qulay bo'ladimi shunaqa qilsak? Shuni qopqoq deng. Ha, idishning ichidagi plyus minusni aytishdan oldin nima qilaman desa, birinchi qopqoqni yozaman deng. Barakat toping. Xuddi shunday. Qopqoq. Xo'p, yozdik. Endi qarang, boyagi qolipni to'ldiraman. Birinchidan, bunday taomlar qisqa muddatda tayyor bo'lish sababli band kishilar uchun ancha yengillik yaratadi. To'g'rimi? Buni izohlayman. Buning sababi shundaki, qarang. Ish yoki o'qish bilan mashg'ul inson ovqat pishirishga ko'p vaqt sarflamaydi. Ishi, o'qishi bor odam ovqat uchun vaqt sarflamaydi. Ovqat tayyorlash uchun. Tadqiqotlarga ko'ra, qarang. Fast food iste'mol qiluvchilarning 62% uni avvalo vaqtni tejash uchun tanlashini bildirgan. Mana. Xuddi shu narsa sizda yo'q bo'lgan narsa nima edi desangiz, ustoz menda mana sababini yoza olmasdim-da, plyusini bilaydim. Plyusini sabablari bilan izohlab ayta olmasdim. Xo'p, shuni shunchaki davom ettiring, tamom. O'zingizga masalan degan savolni bering, o'zi davom etadi. Xohlagan joyda uni yeyish mumkin. U joy tanlamaydi deb plyus aytdim. Nima qilay desangiz, shunaqa qilib qo'ygan bo'lsang, men sizga aytayapman. Mana shu joyda plyusini men vaqt bilan bog'ladim-ku. Agar siz joy bilan bog'lagan bo'lsangiz, izohda ayting. Buning sababi siz sayohatga chiqqan paytingizda yo'l, ya'ni safar davomida ma'lum bir joyga to'xtab vaqtingizni ketkizib kutib o'tirmasdan o'zingiz bilan olib ketayotgan o'sha tez tayyorlanadigan ovqatni iste'mol qilib ketishingiz mumkin. Tadqiqotlarga ko'ra, deyman, nima deysan endi? Tadqiqotlarga ko'ra, safarga chiqqanlarning 80% odatda tez tayyorlanadigan ovqatlarni iste'mol qilishar ekan. Mana, men hozirgi sizga aytgan gapim birortasi real norealligini bilmayman, lekin tadqiqotda real noreallik tekshirilmaydi. Aytilgan fikrga to'g'ri kelsa bo'ldi. Shunaqa. Tushundingizmi? Ana shu narsa esimizdan chiqib ketmasin. Ana endi bundan tashqari degandan keyin nimaga kerak bizga? Bundan tashqari deb juda ko'p marta aytganman. 2 marta plyusini aytishingiz kerak. Ikkinchi plyus haqida gaplashamiz. Qarang. Mana bu joyi sizning miyangizda bor. Mana bu joy. Fast food mana ovqat tayyorlash bilan bog'liq mehnatni kamaytiradi.
Ovqat tayyorlash bilan bog'liq bo'lgan mehnatni kamaytiradi. Ha, bu joyi bor sizda. Bu joyi bor, ya'ni ovqat tayyorlash bilan bog'liq mehnatni kamaytiradi degan joyi bor. Xo'p, qanaqasiga kamaytiradi? Shuni mana bu joyda izohlang. Ana shuni izohlang. Izohlang. Qanaqasiga kamaytiradi degan savolni ichingizga berib izohlang. Keyin mana AQSh mehnat statistika byurosining ma'lumotiga ko'ra deb xuddi shu kamaytirish bo'yicha ma'lumot beramiz. Mana ma'lumot, statistik ma'lumotni beramiz. Statistik ma'lumot xuddi shu joyda beramiz. Ayting. Statistik ma'lumot shu joy. Mana izohlashingiz kerak. Xo'p ustoz, qanaqa qilaman desangiz keling. Mana uning tayyor varianti. Endi qarang. Biz aytib ketdikki, ovqatni tayyorlash bilan bog'liq mehnatni kamaytiradi dedik. Ovqat tayyorlash bilan bog'liq bo'lgan mehnat kamayadi. Xo'p, masalan, aytgani qanaqa kamayadi? Inson mahsulotni yuvish, tozalash va pishirishga vaqt sarflamasdan tayyor taomdan foydalanadi. Uni pishirmaydi, yuvmaydi, tozalab o'tirmaydi yoki xarid qilish uchun vaqt sarflamaydi. Mana ovqat tayyorlashga mahsulot xarid qilish uchun vaqt sarflamaydi, yuvib tozalamaydi, umuman o'zi energiya sarflamasdan, kuch sarflamasdan sotib olib qo'yaveradi. Ana. Shunaqa. Chunki uni tayyorlash juda oddiy deb yozibdi. Malades bir ustoz. Zo'r, ana shu ustoz, barakat toping. Kim yozdi shuni? Sanobar opa degan profil egasi, barakat toping. Rostdan men sizga aytaman, sizdan yaxshi estish chiqa. Nimaga ustoz deyapsiz? Siz o'zi mana fikrlab boshlang. Chunki uni tayyorlash oddiy deb yozgan. Ha, uni shuni sal yaxshiroq qilib yozing. Mayli? Ovqat pishirish bilan mana ovqat tayyorlash bilan bog'liq mehnatni kamaytiradi. Masalan, unga, ya'ni chunki uni tayyorlash uchun uzoq, ya'ni ko'p bilim yoki ancha vaqt talab qilinmaydi. U oddiy usul bilan qisqa vaqtda tayyorlanadi. Ana barakat toping. Zo'r, Hadicha ustoz. Xuddi shunday, deyarli unga yarim tayyor mahsulotlar olinadi degan bir ustoz yozibdi. Barakat toping. Xuddi shunday, ya'ni miyangizga kelgan narsa mana shu joyga yozilishi kerak edi o'zi. Faqat siz shuni qayerga yozishni bilmay turdingiz. Shuni aytgan pirusingizning izidan yozishingiz kerak, izohlab. Mana bir ustoz tadqiqotni ham berib yubordi kerak bo'lsa. Tushundingiz? Xo'sh, tadqiqotga qarang. AQSh mehnat statistika byurosi ma'lumotiga ko'ra, 2014-yilda 15 yoshdan katta amerikaliklar kuniga o'rtacha 35 daqiqa ovqat tayyorlash va tozalashga sarflagan. Tushundingizmi? Ya'ni odamlarning vaqti tayyorlash va sarflash bilan o'tib ketgan ekan. 15 yoshdan katta amerikaliklar kuniga 37 daqiqa ovqatni tayyorlash va tozalashga sarflagan. Demak, tayyor taomlardan foydalanish, endi xulosalab qo'yaylik-da, bu umumiy ikkita yaxshi fikrga nisbatan kichkinagina xulosa. U umumiy xulosa emas bu. Shu fikrga nisbatan. Demak, tayyor taomlardan foydalanish insonni, demak, ovqat tayyorlashga sarflaydigan vaqtini qisqartirishga imkoniyat beradi. Tushundingiz? Mana bu shu bilan asosiy qismning yarmi yetarli bo'ldi. Asosiy qismning yarmiga yetib keldik to'g'riroq. Xo'p, ana endi asosiy qismning ham yarmini, ikkita plyusini yozib oldik ustozjonlar. Mustaqil tayyorlanaman ustoz. O'sha ikkita plyusini ham o'zim mustaqil yozaman deganlar bor, ha? Ikkita plyusini ham o'zim mustaqil yozay, qopqog'i bilan tashlab bering deganlarga mana bu rasmni olasizlar. Mana shuni, mana bunisini. Ikkovini bittada tashlab beringlar hozir. Tushunarli? Ikkovini bitta rasmga qo'yib tashlanglar. Ustoz abituriyent talaba kuzatayotgan talabalar mustaqil ravishda shug'ullanadi. Mana bu joylarga misol dalil yozadi. Balki ular o'zi plyuslarni ham o'zgartirib yozar. O'zi umuman o'zi miyasiga kelsa. Ha, tayyorlanib olishingizga ancha mustaqil ravishda tayyorlanasiz. Hamma narsa baribir qayta bir marta ko'rishga kelmaydi ustozjonlar. Yana bir marta ko'rganingizga kelmaydi rostdan. Kim bo'lsa ham-da. Ana endi ketdim. Rahmat. Bittaliz qilib tashlaydi hozir ustozjonlar. Endi bu joyi qayerda edi degan savolni bersangiz, bu joyi endi o'shaning minusini olib keladi. Asosiy qismning qolgan yarmi. Asosiy qismning qolgan yarmi bu rang nima desangiz,
Ikkinchi idishning qopqog'i. Bitta plus bor edi, yaxshi idish bor edi. Yaxshi idishning qopqog'i ichidagi ikkita yaxshiligi bilan aytdik. Endi yomon idishning qopqog'i. Bu yomon idishning qopqog'i, salbiy idishning qopqog'i. Busiz yoza ko'rmang minuslarini. Minuslarini busiz yoza ko'rmang. Tushunarli? Minuslarini busiz yoza ko'rmang. Ya'ni mana shu qismsiz yozmang, ustozjonlar. Agar kimdir yozayotgan bo'lsa, siz katta xato qilyapsiz. Albatta idishning ichidagi ma'lumotni aytishdan oldin idishning qopqog'ini aytish to'g'riroq. Ketdik. Qanaqasiga? Ikkinchi fikr tarafdorlari esa bunday yeguliklar inson salomatligi uchun zararli ekanligini ta'kidlashadi. Tamom. Shu gapni ayting bo'ldi. Zararli ekanligini ta'kidlashadi deyaptimi? Zararlarini sanab beraveraman. Barakat topinglar. Ha? Xuddi shunday. Endi zararlari. Zarari mana bu joyni sizlar bilaydilar-ga menimcha. Qanaqasiga? Birinchidan qanaqa zarari bor desa, ular tarkibida ortiqcha yog', tuz, shakar organizm uchun zararli bo'lishi mumkin. Qanaqasiga tuz, ortiqcha shakar, tuz bor? Borligini izohla va u bo'yicha tadqiqot ayt deyapti. Hozir naryoqda qilgan ishimizni takrorlaysiz. Faqat endi salbiy bo'yicha takrorlaysiz. Xuddi shunday. Minus fikringiz, o'shani izohlaysiz, tadqiqotini aytasiz, shunga mos bo'lgan bo'ldi. Qanday ustoz deysizmi? Keling. Mana bunday. Demak, mana bu joygacha qopqog'i edi, ayirib qo'ying, adashib ketmasligingiz uchun qizil bilan. Mana shu joygacha qopqog'i. Ana endi eshiting. Mana bu joyi sizda bor edi mana. Birinchidan, ularning tarkibida ortiqcha tuz va shakarlar organizm uchun zararli bo'lishi mumkin. Xo'sh, o'sha zararli bo'lishi mumkinligini izohlaymiz. Buning sababi shundaki, qarang. Bunday mahsulotlar muntazam ravishda tanlash muvozanatli ratsiyaning buzilishiga olib keladi. Muvozanatni buziladi. Tadqiqotni ayting. Tadqiqotlarga ko'ra tez tayyorlanadigan taomlar tez iste'mol qiluvchilarning 57% sog'lom ovqatlanish tartibiga rioya qilishda qiyinchilikka duch kelgan. Ular o'zi sog'lom ovqatlanaman deydi, lekin endi qila olmaydi. Tushundingizmi? Lekin ular endi qila olmaydi. Xuddi shu narsa, ustozjonlar. Lekin ana endi ular qila olmasligi haqida gap ketgan. Bu birinchi minus edi. Ikkinchi minusi ham bor. Ikkinchi minusi ham sizda bor. Hozir juda ko'plar yozyapti. Hozir juda ko'plar semizlik deb yozyapti. Balki semizlik deb yozsangiz ham to'g'ridir. Bundan tashqari deb boshlaymiz. Bundan tashqari deb ikkinchisini boshlaymiz. Mahsulotlarning kaloriyasi yuqori bo'lishi mumkin. Unda kaloriya yuqori bo'lishi mumkin. Vazn ortish masalasi zo'r, semirish deb yozding, semirib ketadi deng. Masalan, chunki deng, uni izohlab keting. O'sha fast foodlarda qanaqadir kaloriyalar juda ko'p, tez semirib ketishga asosiy omil. Malades. Endi biz bu yerda nima deb yozdik ustozjonlar? Kaloriya yuqori bo'ladi dedik. Xo'sh, o'shani yuqori bo'lishini izohlaymiz. CDS ma'lumotiga ko'ra deb tadqiqot aytamiz va natijasini berib qo'yaveramiz. Keling ustozjon. Mana. Bundan tashqari degan joyni ko'rdingiz. Mahsulot kaloriyasi yuqori bo'ladi dedik. O'sha minusi. Masalan dedik. Xo'sh, mahsulotning kaloriyasining yuqori bo'lishini izohlachi degan edi. Masalan dedik. Qarang ustozjon. Burger va kartoshkali fri kabi taomlar qisqa vaqt ichida ko'p energiya olishga sabab bo'ladi. Qisqa vaqtning ichida katta energiya berib yuboradi shunaqa taomlar. SD ma'lumotlariga ko'ra 20 va 39 yoshdagilar kunlik kaloriyaning 15,2% fast fooddan oladilar ular. Mana 20 va 39 yosh oralig'idagi insonlar kunlik 15,2% kaloriyani fast fooddan oladi deyapti. Natijada nima bo'ladi? Natijada bunday taomlar me'yordan ortiq iste'mol qilish salomatlikka salbiy ta'sir ko'rsatadi. Boya aytganimizda semirib ketishi mumkin, boshqa. Tushundingizmi? Boshqa holatlar bo'lishi mumkin. Ma'lumot umumiy statistika. Bu joyda aytib ketmoqchiman. Men mana bu 20 yosh, 39 yoshdagi insonlarning umumiy kaloriyasining 15,2% rostdan ham fast foodga to'g'ri kelish, to'g'ri kelmasligini bilmayman. Bu yolg'on ma'lumot.
Bu yolg'on ma'lumot, lekin hech qachon bola ayrilishiga sababchi bo'lmaydi. Sababi SC'da bu ma'lumotlarning real yoki norealligi tekshirilmaydi. Va tekshirilganda ham xatoligi topilsa, hech qanaqa bola ayrilmaydi. Esimizdan chiqib ketmasin. Yaxshi. Mening fikrimcha degan joyiga keldik, ustozjonlar. Mening fikrimcha degan joyiga ana shu chunki degan joygacha aniq siz bir tomonga o'tganligingizni bildirib turish kerak shu joyda. Siz SC'da hozir yo fast food kerak yoki kerak emas degan tomonga o'tishingiz shart. Bu ham bitta xat boshi bilan yoziladi. Mening fikrimcha, fast food mahsulotlarining imkon qadar iste'mol qilmaslik va sog'lom ovqatlanishga ustuvor ahamiyat berish kerak. Ana endi siz kommentariyada hozir yozib qoldiring ustozlar. Kommentariyada hozir Telegramga ham post kanal qo'yadi, fikringiz deb. Mening fikrimcha degandan keyin siz qaysi tomonda ekanligingizni yozing va bitta narsani biling. Nima sababdanligini ham aytaman degan narsani biling. Kommentda yozing. Siz qaysi tomondasiz ustozjonlar? Siz qaysi tomonda ekanligingizni yozing. Ana, mening fikrimcha, o'sha fast food, ya'ni insonlar uchun kerakmi, kerak emasmi? Xo'sh, uni menimcha hozir hamma yoza oladi. Hamma yozadi. Hozir ko'ramiz kommentariyani. Hamma yozadi. Hozir hamma yozadi. Ustoz, ya'ni mening fikrimcha fast food mahsulotlari imkon qadar iste'mol qilish kerak. Aslida o'zi bu eng to'g'ri yo'l deydi. Yana birovlar mana shu bu bizga o'xshab umuman kerak emas, inson sog'lig'i uchun zarar deydi, yozadi. To'g'rimi? Yozing bitta kommentariyada nima deysiz va sizni yozganingizdan keyin men hozir bir narsa ishlab chiqaraman sizdan. Ya'ni qaysi nuqtani ham keyin davom ettirishingiz kerakligini aytaman. Ayting. Yo'q, Sog'liqni saqlash vazirligi emas u. Tez ayting. Aniq ayting. Ijobiy, salbiy deb yozmang siz. Siz aniq ayting. Mening fikrimcha, bu mahsulotni o'sha iste'mol qilish bu to'g'ri yoki bu mahsulotdan kechish kerakligi to'g'ri. Ana shuni aniq yozing. Aniq yozing. Mening fikrimcha deb to'liq yozish turganing. Shunda siz mustaqil ravishda men siz ham bir kun yuqori balosangiz barakat toping deyman sizga men. Bir kun yuqori balosangiz barakat toping deb aytaman. Mana Telegramdagilardan ham ko'ra YouTube'dagilar faol. YouTube'dagilar yondiryapti. Zo'r barakat topinglar. Xo'sh, to'g'ri, ya'ni kerak emas, to'g'ri yozing. Tez ustozjonlar. Yaxshi, barakat topinglar. YouTube'dagilar o'zi shunaqa fikrlarni yondiryapti. YouTube'dagilar fikrlarni yondiryapti o'zi. Barakat topinglar. Xo'sh. Zo'r, Telegram. Mening fikrimcha umuman kerak emas. Yo'q, o'shani umuman kerak emas deb yozmaysiz, izohlab yozing. Ya'ni umuman kerak emas so'zi bilan yoza olmaysiz. Mening fikrimcha shunaqa sog'liq uchun zararli, mening fikrimcha sog'lig'i umuman kerak emas degan so'zni yozmang. Yo'q, mening fikrimcha umuman kerak emas deyish bu eng hissi bo'yicha bal kerak emas degan odamning gapi. Bal menga kerak emas degan odam ana shunday yozadi. Mening fikrimcha fast food kerak emas. Yana kimdir yozibdiki, hot dog kerak emas deb yozibdi. Mana barakat toping. O'zi kechagina o'zi yegisi kelayotgan odam bo'lishi mumkin, ajab emas. Aniq yozing. Mening fikrimcha bu sog'liqqa zarar deng. Mening fikrimcha insonlarni ovqatlanish tartibini buzib yuboradi deng. Shunaqa butunlay kerak emas deb cheklanmang-da. Maylimi? Butunlay kerak emas deb cheklanmang. Barakat toping. Xo'sh, malades. Zo'r, mana yozyapsizlar. Mening fikrimcha kimlardir kerakligini, ya'ni bu jarayon aslida to'g'ri ekanligini yozyapti. Kimlardir bu jarayon xatoligini yozyapti-ku. Endi siz shuning izidan chunkini qo'yib, nima uchun shu tomondaligingizni ham ayta biling. Shunda sizning mening fikrim qismi 70 ballik darajaga arziydi. Chunkini qo'yib, nega siz shu tomondaligingizni ham aytishni biling. Ya'ni qanaqa ustoz, bir yaxshirab o'zingiz nimangizda ko'rsating deganlar, keling mana qarang. Chunki inson salomatligi qisqa muddatli qulaylikdan ancha muhimroq. Inson salomatligi qisqa muddatli qulaylikdan ancha muhim. Uy sharoitida tayyorlangan tabiiy, to'yimli taomlar organizm uchun zarur ozuqa moddalariga bo'lgan ehtiyojni nima qiladi? Qondirishga yordam beradi. Fast food kerak emas degan masalaga yozyapman men.
fast food shart emas degan joyga aytyapman. Qisqa muddatli qulaylik sog'lig'ingdan ko'ra, sog'lig'ing muhimroq qulaylikdan ko'ra deyapman. Sog'liq muhim qulaylikdan ko'ra. Uyda ovqat yesang, umuman o'zi odatda nima deydi? Inson uchun kerakli bo'lgan ozuqalarni tabiiy va to'yimli taomlar yetkazib bera oladi deyapman. O'sha narsani sababi bilan izohlab yozishni biling. Shuningdek, foydali ovqatlanish odatini yoshlikdan shakllantirish kelajakda salomatlik muammolarini oldini olishga xizmat qiladi. Sen agar yoshligingdan shunaqa fast foodlarga emas, tartibli ovqatlanishga rioya qilsang, sog'liging yoshligingdan kafolatlanadi deysiz. Ana, ustozjon. Tushunarli, ha, menimcha, barakat topinglar. Mening fikrimchani yozishni bilgan odam chunkini qo'yib, nimaga sen shu tomondaligingni ham yoza bilishing sizni eng katta yutuqlaringizdan bittasi hisoblanadi. Oshqozon hazm bo'lishda yaxshigina qiyin deb yozgan. Zo'r, barakat topinglar. O'shani sababini ham qo'yinglar. Zo'r. Vaqtni kimlardir fast food tomonda zo'r. Fast food tomondaligini nimaga fast food tomondaligingizni ham yozingda. Vaqtni tejaydi, qisqa vaqt sarflamaymiz. Ya'ni ovqatlanishdan ham muhimroq ishlarimiz bor hayotda deb yozyapti. Barakat topinglar, halollaring bo'lsin. Tushundingizmi? Ana endi biz xulosaga o'tamiz. Xulosaga o'tganimizda ham nima ustozjonlar? Aynan xulosa ham xat boshi bilan yoziladi. Mening fikrim qaysi tomonda bo'lsa, xulosa ham o'sha tomonda bo'lishi kerak. Hozir mening fikrimda qaysi tomonda turgan bo'lsalaring, xulosada ham o'sha tomonda turinglar. Ketdik. Faqat sinonim qilib qarang. Xulosa qilib aytganda, fast food tezkorlik va qulaylik bilan ajralib tursa-da, uning kundalik ratsionga aylanishi maqsadga muvofiq emas. Uni yeyish, uni har doim kun davomida yeyish maqsadga muvofiq emas. U to'g'ri qulayligi bo'lishi mumkindir, lekin u aslida to'g'ri ish emas deyapman. Endi yechim beraman. Shu bois deb unga yechim berib ketaman. Endi qarang. Shu bois har bir inson o'z sog'lig'iga mas'uliyat bilan yondashib tabiiy mahsulotlardan tayyorlangan taomlarni tanlash, tez va tayyorlanadigan yeguliklardan esa voz kechish kerak. Voz kechinglar. Har bir inson o'zi sog'lig'i haqida qayg'urish kerak. O'zi uchun mas'uliyatli bo'lish kerak. Voz kechish kerak. Sog'lom hayot kechirish avvalo to'g'ri ovqatlanish odatini shakllantirishdan boshlanadi. Ana shunday. Mana shunday bo'ldi. Boshqa nima deydi? Juda murakkab, qiyin joylari yo'q ustozjonlar. Biz essay bo'yicha hozir Xudo xolasa to'plam yaratyapmiz. To'plamda har bir essayning qolipi bilan. Qolip deganda ya'ni nima deydi? Siz majburlab tushiradigan qolip emas, odatda mavzudan chiqib ketmasligingiz uchun rejalashtirilgan essaylar to'plamini ishlab chiqyapmiz nasib bo'lsa. Rejalashtirilgan essaylar to'plami. Xudo xolasa nasib bo'lsa, ustoz mustaqil ravishda shug'ullanaman, essayimni yuqoriga ko'taraman deganlar bo'lsa, nasib bo'lsa, essay o'sha qo'llanmamiz chiqishi bilanoq birinchi o'rinda yopiq guruhimizdagilar kursimizda yozilganlarga taqdim qilamiz. Buni imtihon oldi Xudo xolasa katta sovg'a qilib tayyorlab turibmiz. Ya'ni imtihon kirgan paytda o'quvchi hech qanaqasiga mavzudan chiqib ketmaydigan qo'llanma yaratilyapti. Qo'llanmaga qariyb 1 oy 2 oy emas, mana shu sertifikat paydo bo'lgandan beri buning ustida ishlab kelinyapti. Imtihondan yiqilib mehnatingiz besamar ketishidan doim xavotirdasiz. Bu xavotir bizda o'quvchilarda yo'qligi. Chunki biz har doim 100% kafolatlab kelganmiz natijani. Bizda o'quvchilarda yo'q. 70 kun, 90, 70, 50 kunlik onlayn kurslarimiz natijasi qilgan o'quvchilarimiz. Natija bilan tanishtiraman ustozlar. Bu natijalar sizdagi yo'q. Sizda bu natijalar bo'lmasligi nimada ustoz desangiz, bular o'sha narsani yenga olgan. Bular dastlabki qadamni qo'ya oldi. Mana Zulfizar ustozimiz dastlabki qadamni qo'yganligi uchun ham A+72 ball. O'zi maksimal 75, u maksimalga deyarli 2 ball yetmay turibdi. Ko'ryapsizmi? Bu juda katta ko'rsatkich. Va bu natijani oqilona harakat bilan olib qo'ydi. Bu natijaga endi erishish katta, ya'ni ertaga oktyabrda ham erishsa bo'ladi, oktyabrdan keyingisida qiyin. Yana bir ustozimiz 71 ball bilan natijaga chiqib qo'yapti. 100%lik. 69.
Yana bir ustozimiz. Xo'sh. Zamir ustoz shunaqamidi? B+ darajaga erishgan ekanlar. Ha, rahmat ustoz kattakon. Mehnatingizni rohatini ko'ring. Sog' salomat bo'ling. Bir oyda B+ natija oldim deb. Barakat toping ustoz. 3 yil bosh qotirmaysiz. Sertifikat olish qiyinlashib ketsa ham sizda ishingiz yo'q endi. Ana u nima deydi? Dunyoni suv bossa o'rdakka ne g'am deydi, o'sha holat. Barakat toping. 3 yil o'ylanmay ustamangizni olavering. Yana bir ustozimiz B+ natija. Jaloliddin Baxtiyorich ustozimizni kursidan 0 dan boshlagan edim. 0 dan. Tabiiy holat juda ko'plar 0 dan boshlaydi. Boshlang'ich sinf o'qituvchisi bo'lib turib, 2 oyda B+ natijaga erishdim. Ustoz, sizga kattakon rahmat. Ziyon nurlari tarqatishdan aslo charchamang. Rahmat. Albatta charchamaymiz. B+ sertifikat boshlang'ich sinf ustoz 0 dan boshlagan. Umrlari uzoq bo'lsin, barakat topsin. Boshlang'ich sinf ustozlar 2027-yil bu natijalar sizlar uchun ertak bo'ladi. Bilib qo'yinglar, ertak bo'ladi, chunki bu natijaga erishish amr mahol bo'ladi. Shuning uchun mana shu ko'zdagini olib qo'yinglar. A+ natijamiz Munisa ustoz 100% A+ 71.69. Mana. Eng qiziqarlisi juda ko'plari abituriyentlar. Qiziqarlisi talabalar. Ya'ni o'qituvchi abituriyent talaba. Natija qilayotganlar shu 100% deklar. 100% A+ natija. Quvonarli holat. A+ sertifikatni tayyorlanib olyapti mana. Har bir o'tilgan darsni o'zingizga tayyorlanganing fikrlarida yozib qoldirgan ustozlar, barakat topinglar. Yaxshi. Xo'sh, muammolardan qutulib, o'quvchilarim kabi natijaga erishishni xohlaganlar kommentariyada plus belgisini qoldiring. Barakat topinglar. Qanday plus belgisini qoldirayotganlar? Juda ko'p. Chunki biz hammasiga xudo xohlasa sertifikat olishga sababchi bo'lishimiz kerak. Hamma ustozni qolmaslik kerak. Sababi mana shu safargi shunaqa bir qiyin vaziyatga keldi, nuqtaga kelib qoldi. 40 kunlik milliy sertifikat kursimiz taqdimoti ustozjonlar. 40 kunlik milliy sertifikat kursimiz taqdimoti. Kurs qanaqa bo'ladi desangiz, kurs bugun birinchi kuni o'tildi. 60 kunliklar 0 dan SC+ B+, A+, A+gacha olib chiqiladi. Kursda 0 dan A+gacha olib chiqadi. Ko'plar o'ylaydi, 40 kunda shunaqa darajaga olib chiqsa bo'ladimi deganlarga hozir javob beraman. Qanaqa olib chiqishimizni. Ya'ni sizlar boshqa kurslarda taqqoslab, boshqa kurslardagi haftada 4 kunlik, 3 kunlik, kunora dars, u shunga qiyoslab bir 2 soatlik darsga qiyoslamang. Hozir buni olib chiqishda aytaman. 3 mahal dars bo'lganligi uchun ham chiqsa bo'ladi. Bir kunda 3 mahal dars 40 kun davomida 275 dan 0 dan A+gacha bo'lgan darslar o'tiladi ustozlar. 0 dan A+gacha bo'lgan manbalar o'tiladi. 275 da 40 kun 3 mahal dars bo'ladi. Saharda abitdan keyin darsdan chiqish paytiga to'g'rilab test beriladi va kechki payt mana shunday o'zim jonli efirda dars o'taman. Ertalab saharga ham alohida bir ustozimizni tayinlayapmiz. Malakali o'zimizda bitirib chiqqan, nasib bo'lsa bilimni baholash agentligiga ham ishga kirishga tayyor turgan ustozimiz bor. O'sha ustozimizni ertalab ishga olamiz. Boshlang'ichlar hali ham osa bo'ladimi deb. Albatta. Boshlang'ichlarga oxirgi imkoniyat. Boshlang'ichlarga 100% to'lab beriladi. Ona tildan olsa ham, matematikadan olsa ham. Shuni ham aytib qo'yay. 100% to'laydi yangi yilgacha olgan boshlang'ichlarga. 275 ta dars, grammatika 50 ta, matn 50 ta, g'azal 15 ta, esse 30 ta degan, lekin men 60 ta esse yozdiraman. Chunki bir kunda 3 ta esse yozamiz. Adabiyot 10 ta, har bir savol bilan ishlash 50 ta, badiiy asar 40 ta, she'riy san'at 20 ta, ehtimoliy tezlar 20 ta. Aniqlik bilan ishlaydigan esse tekshiruvchi botimizdan har kuni foydalansangiz bo'ladi. Har kuni uzluksiz. Demak, qisqa vaqtdan yuqoriga natija qilish uchun kunlik qadamlar har kuni qo'llanma beriladi. Qo'llanmalar to'liq taxlangan, mavzu yuzasidan test, yozib olingan video darslar, kun davomida test, testni oson ishlash texnikasi, har kuni o'sha esse, bir kunda 3 talab esse yozgan joyimiz bor va g'azalga alohida e'tibor. To'liq testlarni vaqtga qo'yib ishlash texnikasini boshlaymiz. Xudo xohlasa, erta yakshanba kundan boshlab mock boshlanadi. Bizda mock nima desangiz, ichkarida tushadigan testlar namunasidagi test. O'shani erta yakshanba kundan boshlab yopiq guruhdagilarga boshlaymiz. Erta yakshanba kundan. Yaxshi. Individual nazoratchi. Nazoratchi 24 ga 7siga javob beradi. Sizga individual alohida profilingizda unga gruppalarda izlab qayerdasan deb izlab yurmaysiz. O'zi bilan individual gaplasha olasiz. Qaysidir joyga tushunmay qolsangiz, qaysidir joyda yeta olmay qolsangiz,
sizga alohida o'qituvchi yollab beriladi. Hozirgi holatda o'qiyotganlarning fikri qanaqa desangiz, 90 kunlik kursimiz o'quvchilarining fikrini ko'rishingiz mumkin. Guruhga qo'shilganlar, kommentariyada hozir ko'rib turganlar bo'lsa ham bemalol yozishingiz mumkin. Albatta yopiq guruhga qo'shilinglar, haqiqiy danakning mag'zini olasiz. Dars juda zo'r. 2 soat vaqt qanday o'tganini bilmayman deb Marjona Sobirjonova. Marjona Sobirjonova yopiq guruhimizda o'qiydi, kirib ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Islombek Mavluda profili egasi. Ustoz dars juda zo'r o'tilyapti. Noldan boshlab sodda tilda tushuntirilyapti. Har bir mavzu alohida yondashilyapti. Xuddi bugun yondashganimizda ustoz. Qachondan boshlanadi bu kurslar? Qabul qachon ochiladi? Hozir ma'lumotni beraman. Biror bir odam kurs ochildi deb yozsa, nima qilmang? Biz o'zimiz mana shu jonli efirda beramiz ma'lumotni. Karta raqam tashab to'lov qildirib qo'ymasin, mashinistlarga dash. Karta raqam kimdir taylasa, Jaloliddin Baxtiyor kursi ochildi desa ishonmang. Biz karta raqamga to'lov olmaymiz hech qachon. Qayta aytaman, karta raqamga to'lov olmaymiz. Jaloliddin Baxtiyor qisqa va lo'nda qilib bitta katta mavzuni bir pasda tushuntirib berasiz. Tushunmagan joyini qachon chiqarkan deb kutmaymiz. 26 yillik ustozman, lekin mavzularning ba'zi joylarini endi tushundim. Mana, filologiya ustozimiz. Har doim zo'r dars bo'ladi degan Nargiz ustozimiz fikrlarini ko'ryapsiz. Nima uchun ko'zga imtihon sertifikatini olishingiz zarur? Siz ko'zda nimaga sertifikat olishingiz kerak? Aynan oktyabrda olishingiz kerak. Xo'sh, nimaga olishingiz kerakligini bilasan? Sababi imtihon yangi yildan keyin kompyuterga o'tadi. Kompyuterda matn bilan g'azalni hayotda ishlay olmaysiz. Bir, ikkinchidan rashd olib taylashi mumkin. Rashd modulda olib taylasa, siz o'zingiz terlab ball to'playsiz. 2. Uchinchidan savollar qiyinlashtiriladi. Chunki abituriyentlar ko'p olib qo'yayotgani hisobiga. O'sha 3 ta narsa bo'g'ga qolib ketib, o'sha o'zi ko'zdan oktyabrdan keyin qoldingiz degani, siz aniq siz o'zingizga pechatlab urib qo'yavering, yana bir 3 yil sertifikat ortidan sarson yurishingizni aniq bilib yozavering. O'zi ko'zdan keyin yana 3 yil yurasiz ololmasdan. Boshlang'ichlar umid ham qilmasangiz bo'ladi keyin. U ko'zdan qoldingizmi keyin umid qilmang umuman. Bor umidingiz mana shu joyda. Ketdik. Bugun sizdan katta yo'l bor. Bugun sizda ikkita yo'l bor ustozjonlar. Ikkita katta imkoniyatli. Biri umuman o'zi eski hayotda qolib shu azobda yotavering. Olmang. Bir kun taqdiringizga tan berib, o'qituvchi bo'lib 4 yil o'qib, ota-onangiz pulini sarflab, borib mardikorlik, qora ish qilib, mahallada eng og'ir ish qilib, ofitsiantlik qilib, mana restoranlarga, kunlik ishlarga chiqib, qiynalib yurishingiz mumkin. Shu ikkinchisi sertifikatni olib, natijani naqd qilib qo'yib, hurmat e'tibori joyida eng yaxshi ustoz, eng yaxshi talaba, eng yaxshi abituriyent bo'lishingiz mumkin. Shunaqa. Bugun nasib bo'lsa. Xo'sh, shuncha bilimning narxi qancha deganlar bor. O'shancha bilimning narxi qancha deganlar bor. Aslida o'zi buni agar siz mana shu kursning narxi deb bilsangiz, siz kurs sotib ola olmaysiz va hech qachon muvaffaqiyatga erisha olmaysiz. Siz uni o'zimga kiritayotgan investitsiyam, ota-onamning yuzini yoriq qilinishi, o'sha tamomlashim bilan talaba bo'lishimga qaramasdan aniq ishim bo'lishi, umuman o'zi jamiyatda o'rnim bo'lishi uchun o'zimga kiritilayotgan investitsiya desangiz to'g'ri qaror. Ustozjonlar. Umumiy 40 kunlik 3 mahal dars 749 ming qilib belgilangan. 3 kunlik 3 mahal dars 7 kun 3 mahal 40 kun davom etadi. Bir marta to'lov. Bir marta to'lov. 749 ming so'm. Tekin bepul o'zi 749 ming odatda olganda. Jonli efir tugaguncha to'lov qilaman deganlarga 2 xil chegirma beraman. 5 raqamini yozib qoldirsangiz. Kommentariyada 5 raqamini yozib qoldiring. Ustoz, biz ham mana u eski hayotimizda qolib ketmaylik, yangi hayotga o'taylik, o'zimizga investitsiya kiritaylik degani. Repetitorlikni boshlaylik, o'zimiz repetitorlikka talabgorlik qilib chiqaylik. Mayli 5 ta 10 ta o'quvchi buni bo'lsa ham o'qitaylik. O'qitmasak ham ana u odamlarning gapidan qutulaylik, jamiyatda erkin yuraylik, ko'chada pisinib yurmaylik, birov sertifikat degan gapni chiqarsa, panalab davradan qochib ketmaylik deganlar bo'lsa 5 raqamini yozib qoldiring, chegirma beraman. 5 raqamini yozib qoldiring, chegirma beraman ustozlar. O'sha holatdan sizni olib chiqib ketish uchun. Bizning maqsad sizni shu holatdan olib chiqish. Barakat topinglar, 5 deb yozayotganlar bor. 2 xil chegirmamiz bor. 100% to'lov qilganlar ertaga darsni boshlaydi. 100% to'lov qilganlar ertaga darsni boshlaydi. Ertaga dars boshlanadi 100% to'lov qilganlarga. Ikkinchi chegirmamiz bo'lib to'lash imkoniyati bor. 10 sentyabrda boshlanadi darsingiz. 40 kunlik 10 sentyabrda
Ertadan darsni boshlaydiganlar 60 kun o'qiysizlar. Shunaqa. Narx qanaqa deganlarga 100% to'lov qilganlar 40 kunlikning ichida plus yana 20 kunlik sovg'a sizga. 60 kun o'qib ketasiz, 40 kun o'qimaysiz. Siz 60 kun o'qiysiz 549 ming evasiga. 549 ming faqat 10 tagina joy. Undan ortiq joy yo'q. Dars ertadan boshlaysiz. Siz shu 40 kunlikning pulini 60 kunlikda to'lab o'qiysiz. Ertadan boshlaysiz darsni, 60 kun o'qiysiz, 549 ming. Ya'ni 2 oyga deganida odatda olganda 2 oyga mana shu to'lovni qilasiz. Oyma-oy to'lamaysiz. Oyma-oyga emas, 2 oyga bir marta 549 ming to'lov qilasiz. Faqat 10 ta joy. 100% to'lov qilganga 60 kun. Endi 40 kunning o'zini o'qiyman deganlarga 100 ming so'm bilan joyni band qilasiz. Narx xuddi shu 549 ming so'm. 549 ming darsingiz 10-sentyabrdan boshlanadi. Buni pulini bo'lib to'lasangiz bo'ladi. Umuman olganda erta qo'shilgichlarga 549 ming, 10-sentyabrda qo'shiladiganlarga 549 ming. Ertaga qo'shilayotganlarga 20 kun sovg'a qilib beryapman. Pulini to'lab qo'yibdim, darsga qo'shilaversin, sentyabrni kutmasin. O'zi narx o'zi 549 ming. 549 qilganlar ham o'zi 10-sentyabr kutish kerak, shuni kuttirmaymiz biz. Bo'ldi, 100% to'lov qildi, 10 ta joy faqat. 11-odam 549 to'lov qilsa ham sentyabrni kutadi. Sentyabrda darsni boshlaydi. Tushundingizmi? 549 ming sentyabrda darsni boshlaydi. Xo'sh, eslatib o'tdim ustozjonlar. 100% to'lov, demak 100% to'lov, joy 10 ta, 549 ming so'm. 749 emas, 549 ming. 40 kunlikka plus 20 kun dars qo'shimcha bonus 60 kun o'qivering. Darslar ertadan boshlanib ketadi, 100% to'lovdan. Ha, ertalabdan kanalga qo'shib boshlaysiz. Asosiy farqi ham shu. Shu, boshqa hech qanaqa farqi yo'q. 100 ming so'm bilan joy band qilib, sentyabr oyidagi oylikdan to'layman deganlar ham bo'ladi. 8-sentyabrgacha 20 kun davomida bo'lib to'lasangiz bo'ladi. Uning ham narxi bir xil. Darsi 10-sentyabrda boshlanadi. Ikkalasini ham kafolatlangan natijasi. Faqat buni hozir masalan uchun 549 ming to'lashga imkoni yo'qlar bor-ku. 549 ming to'lashga imkoni yo'qlar bo'lsa, 100 mingini to'lab, qolgan sentyabr oyligidan to'lasangiz bo'ladi. Bu bitta narsa aytaymi, imtihon to'lovidan ham arzonda. Imtihon to'lovi ham 2000 kam 600 ming bo'ldi. Imtihon to'lovi 600 ming, siz 2 oy tayyorlanishingiz 600 mingga yetmayapti. 10 marta arziydi. Shunaqa. Kursga to'lov qilish tartibi 6 taqadan bittalab tushuntiraman. Shoshmasdan karta raqamga to'lov qilib qo'ymang. Hisob raqamga qiling faqat. Mashinniklarga aldam. Ha, mashinnikka oldim. Mana bu havolani hozir YouTube'da yopadi bir vaqtga, ozroq vaqtga. Tushunarli? YouTube'da hozir havola jo'natadi. Bu havolaga bosasiz, mana yozuvdi ustiga. YouTube'da sariq bo'lib chiqadi-yu menimcha. Havola. O'sha YouTube'da ham hozir havola qoldirilyapti. YouTube'dagilar ham, Telegramdagilar ham havolaning ustiga bosasiz. O'zi YouTube'da o'tirganlar sizga maslahatim Telegramga o'tsangiz osonroq kechadi jarayon. Telegramga o'tsangiz jarayon osonroq kechadi. Mana shu havolaning ustiga bosasiz. Bosganingizdan keyin Milliy maktab kelib chiqadi. Tashlandimi havola? Mana Havola tashlandi. Tashlandi, ha? Telegram kanaliga ham, YouTube'ga ham tashlandi. YouTube'ga ham tashlandi. Milliy maktab bo'lib chiqadi. Milliy maktab bo'lib chiqadi. Milliy maktabda Click bor, PayMe bor, Paynet bor. O'shaning o'ziga kirsangiz, keyingi qadam mana bunday chiqadi. Milliy maktab, mana bu joyga agar PayMe bo'lsa sizda ism familiyangiz bilan summani yozasiz, to'laysiz. Click bo'lsa, o'sha Clickdan foydalansangiz, siz faqat summani yozasiz, bo'ldi. Summani yozasiz, bo'ldi, to'lovni qilaverasiz. Xohlasangiz 549 ming, xohlasangiz 100 ming. 100 ming to'lasangiz 10-sentyabrda boshlaysiz. O'sha 549 ming so'm to'lasangiz hozirda o'zida boshlaysiz. Yaxshi. Yo'q ustoz, Telegram, PayMe ham, Paynetim ham yo'q deganlar, mana bu 40 kod orqali to'lov qilsangiz bo'ladi. Xohlagan mana shu ilovalardan. Mana Milliy maktabim bo'lib chiqib keladi. Agrobankdanmi, Xazina, Alif bo'ladi, Uzum bank, Ipoteka bank va boshqa ilovalar. Umuman to'lov qiladigan ilovalarga mana shu 40 koddan foydalansangiz yaxshi. Bizni aniq manzilimizga olib keladi. Faqat karta raqamga adashib to'lab qo'ymaysiz, faqat hisob karta raqamga adashib to'lov qilmang. Va 5-qadam adminga yuborish esingizdan chiqmasin. Bizni adminimizga yuborish esingizdan chiqmasin,
Chunki joylarimiz soni 10 ta, admin sanaydi. Haqiqatan ham o'zi 10 ta joyimizda admin sanab boradi, to'ldirib boradi. To'lgandan keyin aytadi, to'ldi deb ustozjonlar. Shuning uchun adminga yuboring. Siz kechigib yuborsangiz, 11-odam bo'lib qolsangiz deyilgan, siz 10-sentyabrga qolib ketasiz. Shuning uchun yuborib qo'yganingiz yaxshi, ertaga darsga qo'shilib ketish uchun. Keyin efirga qaytib kirasizdagini men kursga yozildim deb izohga yozasiz. O'shani ham hisobga olamiz bizlar ustozjonlar. Borlaringga shukr. Kursga yozilganlarga platformadan foydalanish bepul. Platforma mutlaqo bepul foydalanasiz. 6 oy davomida hamma manbadan foydalanish bepul. Mutlaqo bepul 6 oy davomida foydalanaverasiz. Essay tekshiruvchi botdan foydalanish bepul. Essay tekshiruvchi botdan foydalanish bepul ustozlar. Va ekspertlar bilan essay bo'yicha suhbat qilish bepul. Bular aynan bizda sizga o'xshab o'qigan bilimni baholash agentligida bugungi kunda sizni imtihonda chiqqandan keyin essaylaringizni tekshiradigan ekspertlar bizning kursimiz tamomlab chiqqanlar. Yaxshi. Bo'lib to'lash imkoniyatini aytdim ustozjonlar. 100 ming so'm bilan joyingizni band qilsangiz ham bo'ladi. 100 ming to'laysiz, qolganini sentyabr oyligidan beraverasiz. Bugun avansi tushganlar ham bo'lsa kerak. Endi imkoningizga qarang. Men sizni bilmayman qanaqa imkoniyatlaringiz. 100 ming to'lab, sizga menga ma'qul shu 100 ming to'lang. 100 ming to'lab 8-sentyabrda oxirigacha o'sha sentyabr oyidagi oylikdan to'lab ham bemalol o'qisangiz bo'ladi o'sha kursda. Shu kurs 40 kunlik. Ya'ni 20 kun sovg'ani olmasdan. To'liq o'qisangiz 20 kunlik sovg'a ham bor. Havolani ko'rib turibsiz. Milliy maktab kelib chiqadi. Milliy maktabda Click Payme bo'lsa, o'zi bemalol to'laysiz. Click Payme bo'lmasa, mana shu qirqot orqali to'laysiz ustozjonlar. Xuddi shu havolaga. Mana. O'sha havolani chiqarib qo'yaman men ekranga. Havolaga to'lashingiz mumkin ustozjonlar. Barakat topinglar. Xuddi shu havola, mana shu qirqot orqali havolaga to'laysiz. Yuqorida aytib o'tganimdek, 6 oy davomida foydalanish bepul. 6 oy davomida bepul foydalanasiz. Birinchidan, ikkinchidan aytadigan bo'lsam, umuman olganda essay botlar siz uchun bepul foydalanish bo'ladi. Natija 100% kafolatlangan. Yuqorida aytganimdek, og'riqli bo'lib yurmaysiz. Shu sertifikat naqd qilasiz. Va kompyuterga o'tgandan keyin tabiiy holat qiyin. Baribir to'g'ri, undan keyin ham sertifikat olishlar yo'qolib ketmaydi. Oladi. Faqat ana u 40 kun, 50 kun tayyorlanib emas, yillab tayyorlanib olish boshlanadi sertifikatni. Yillab tayyorlanib sertifikat oladi. Chunki abituriyentlar ko'p olganning hisobiga endi qiyinlashtiriladi savollar. Kompyuterga o'tkazadi. Kompyuterda matnlar va g'azallar tahlil qilish anchagina qiyinlashadi. Va umuman essay ham murakkablashadi. Qisqa qilib aytganda, ko'zdan keyingi milliy sertifikat imtihonida bunaqa qisqa vaqtda tayyorlanib olib bo'lmaydi. Sizga yillar kerak bo'ladi tayyorlanib olishingiz. Olasiz. Baribir o'sha ilmingiz bo'lsa olasiz, faqat yillar davomida olasiz. O'sha narsani hozir naqd qilib qo'ysangiz yaxshi. Va abituriyent bo'lsangiz eslatmoqchiman. Abituriyentlarga endi o'sha 100% berish balki noto'g'ridir degan narsa ko'rib chiqilyapti. Eng qizig'i, xo'p, mayli ertaga 100% ga A+ga 100% bermaymiz desa ham, shu vaqtgacha olganlarga beradi. Va qaror chiqqandan keyin shu holat ishlamay boshlaydi. Abituriyent bo'lsangiz 100% o'sha balingizni naqd qilib qo'yishingizda maslahat beraman ustozjonlar. 100% balingizni naqd qilib qo'ying. 100 ming to'lov qilgan bo'lsangiz, ustoz, bir ustozimiz 100 ming to'lov qilganman. 100 ming to'lov qilgan bo'lsangiz, kursga xudo xolasa qolgan qismini shu sentyabrda 8gacha to'lov qilishingiz bilan 10-sentyabrdan qo'shilib ketasiz. 40 kunga mo'ljallangan bemalol 3 mahal dars qilib ulguramiz. Keyin yuqorida aytganimda 3 mahal dars borligi eslaringizdan chiqib ketmasin. Bizda to'lovlar boshlandi, birinchi joy to'ldi. Birinchi joyimiz ketibdi. 549lik birinchi joy ketdi. 100 minglik to'lovlar bemalol bo'ladi. 100 minglik to'lovlar bemalol to'laversangiz bo'ladi. Ya'ni 100 minglik to'lab bemalol to'lang degani, 100 minglik to'lov turaveradi, lekin narxi oshib ketaveradi. Aynan shu 100 minglik to'lovni bemalol qilishim kerak ekan degani, bu siz hozir nima desam, 100 minglik to'lov qilaman, ertaga qilsam ham bo'lar ekan deb o'ylamang. 100 minglik to'lov ertaga qilsangiz 549 emas, balki undan qimmatroqqa to'lov qilishingiz mumkin. Aynan bugun jonli efir tugaguncha ikkala chegirmayman. Shuni ham bilib qo'ying demoqchiman. Faqat 100 mingliklarda joy ko'proq. Ya'ni bugunga joy ko'proq. Ertaga bo'lsa ham joy bor, qimmatroq joy bo'ladi. Ana shuni hisobga olib qo'yingizlar. Va umumiy 100% to'lovlarimizda 9 ta joyimiz bor faqat. Borlaringga shukr.
Yaxshi. Bizda o'zi joylar ketishni boshladi. Mana shu 2 kunlik matbuot anjumani bo'lib o'tdi. Ko'rdilaringiz. 2 kunlik matbuot anjumani juda ko'p odamni aqlli ishlaydigan, farosatli, o'zini vaziyatini to'g'ri anglab yetgan odam harakatga kirdi. Sertifikati borlar yangilab qo'yishga kirishdi hattoki. YouTube'dagilar YouTube'ga qo'yilgan havolaga to'lov qila olayotgan. YouTube'da agar havolani ustiga bosgan paytingizda sizda muammo bo'layotgan bo'lsa to'lov qilishga Telegramga o'tsangiz yaxshiroq.